Tarixiy fakt. Hamma O'zbekiston terma jamoasining mundialdagi ilk uchrashuvini kutayotgan bir paytda O'zbekistonda tug'ilgan futbolchi allaqachon jahon chempionatida ilk uchrashuvini o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston terma jamoasi mundialdagi o'z yurishini Kolumbiyaga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Ushbu uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi biroz yo'qotish bilan boshlaydi desak ham bo'ladi. Chunki jamoamiz asosiy futbolchilaridan biri Jaloliddin Masharipov 26 talik kengaytirilgan ro'yxatdan chiqarildi. Uning o'rniga Ruslanbek Jiyanov terma jamoa mashg'ulotlariga qo'shildi. Kolumbiya murabbiyi Lorenzo O'zbekistonni past baholash bu katta xato ekanligi haqida gapirdi. Ular intizomli va tezkor futbolchilardan iborat sifatli jamoaligi haqida matbuot anjumanida urg'u berdi. Kolumbiya tarkibi juda ham kuchli. Kolumbiya tarkibida Varia futbolchisi Luis Diaz, Realning sobiq futbolchisi James Rodriguezlar borligi ushbu jamoaning salohiyati qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ushbu futbolchilarga qarshi O'zbekiston metin himoyasi Abduqodir Husanov, markaziy himoyachilar Otabek Shukurov, Rustam Ashurmatovlar qarshilik ko'rsatadi degan umiddamiz.